Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi 26 iyul yakshanba kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zgidromet xabariga ko'ra, bugun dam olish kunlari O'zbekiston hududida asosan kam bulutli va yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Faqatgina tog'oldi va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati bosqichma-bosqich ko'tarilib, yakshanba kuniga kelib bugun 36-39 darajani tashkil qiladi. Cho'lli hududlarimizda 40-42 darajagacha isiydi. Shuningdek, bugun 26-iyul kuni shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Ba'zi joylarda esa chang to'zonlar kuzatilishi mumkin.